Turishning yubileyi Xarras Shishmasi yonida ozon bilan boshlandi. Keyin teshilaklar bilan Shishmadan suv olib qaytuvchi avul shibari Xarras Sayubning tong suvi shi'rini siyladi. Yubiley tantanasini Turish yigiti rayon veteranlar совет raisi Ilgiz Nizamov ochdi. U avulning tarixina da to'xtaldi. Avul yashi hammalarining bo'likiga aytdik. Bizning kuchli quvvatli vaqtidagi 70 yillar boshida avul tugul. Endi soqti hozir. Xalq soni yog'idan da, qo'yoqlar soni yog'idan da soqti kimidi. Bugungi kunda avul to'lisincha yasharga huquqi ham uning mumkinliklari bor. Avulga asfalt kirgan, suv kirgan, gaz kirgan, elektr energiyasi bor. Avulning tabiati bor. Turishning tag'in bir suyukli o'g'li Tataristonda o'tkazilgan o'qituvchisi Mujahid Ahmadjonov avulning ko'rnikli shaxslarini esga oldi. Chetga ketib, o'quv yurtlarida davom etsam da, ishimni ikkinchi bir o'rinda davom etsam da, bundan 8 soatlik samolyot yo'li bilan Xitoy ishigida xizmat etgan vaqtda da men turishni bir qo'yishimda unutmadim. Har vaqtda da mening o'yimda turish bo'ldi. Hem kelinni de men turishdan yiroq bo'lmagan avuldan Do'saydan sayladim. Kichkinagina Turish avlulining xizmatlari orden medallar bilan bo'laklangan, ot qozongan ismini loyiq bo'lgan o'qituvchilar, avul xo'jaligi xizmatkorlari, o'quvchilar, nefitchilar chiqqan. Tataristonning ot qozongan san'at ishtirokchilari, shoirlar Xarras Sayub, Labib Leron, Tataristonning xalq Rossiyaning ot qozongan artisti Nail Ayupov ismlariga da Nitra. O'shanda g'amir boqiyini armiyadagina bo'ldim 2 yil. Yangadan Uralda o'qib chiqdim. Shiroki profilli mexaniklar kursunda. Yangadan shu yani meni bilayotgan chanda kaltamga ko'tartmadi. Shuni saqladim, shu yerlikka qaytdim. Boshda motoyista ishladim. 4 turli traktorda saban surdim, kultiladim. Tırmadım, şaştım. Eğerci yağı, şallı yağı, bugülme yağı kalmadı. Qayda başlama, qayda garuşu taşıp, şulaytıp, ömrüm şuşunda öttü. Bu benim bala şahım, Turish avulu, bu benim yaşlığım. Bunda hazırda bugün de mine görüştük, birge oynap isken, uğramlarda birge oynap isken. İlk balalar, hazır abiler buldular, indi şular bilen görüştük. Elbette indi, onun motor şişmeleri, motor tabiatı, bu bala şapkasından bize unutulmazlık o hisler bulup kalabildiğinde o konuda, onu bir narsa bilen de oluşturup olmayı hem bunda kabat kaytıp, bunun tağın tabiatına şumap, şunun tağın neşiltik bala şapkını iskep düşürüp, bize bir şunday bir yaktan olsa bulsa, ikinci yaktan şunday gücanga bir rahat. Ömrüm boyuna şuşu Turish halkına rahmetlimin. Mında şista көңілді, saf ahlaklı, bik şefkatli, bik talantlı, işşen halk yaşay. Bu avuldan her koysa, digizimiz bulmasa da, her koyduğunda yoqtu yüz bilen ülkenlerde, gençlerde karşı alalar. Tuğan nigizleri kimlerinin var bugünkü günde tuğan yaklarına koydu, etiyenilerine koyduğunu bir de kişittirmesinler idi. Bayramda qatnashgan rayon boshlig'i o'rinbosari Azat Ahmadjonov da Turishda ishga aylanuvini belgilab o'tdi. Turish avuli bilan sutnadirlik, chunki endi Muslim rayonidagi eng motor avullarning birisi, o'linchidan da Turish avuli, chunki endi aning avulning tuzukligida, avulning jinoqligida, aning o'rmon ichida o'rnashganida, hamdaning xalqining tirishligida ol endi baribir shu avulni birlashtirib, Sponsorlarimizga zo'r rahmat aytib o'tasimiz keladi. Endi mana hozir Turish avuluna qaytib tuplanib yashovchi bizning Mo'llin Ismoilga rahmat aytamiz. Shulayq mana hozir yangi uy kirib keladi. Qambalov Mullanur avuldoshimiz bunda bizga bir zo'r yordam etdi. Shulayq bir ko'p turishlar shu bayramni o'tkazishga o'zlaridan azm ko'pmi ulush chiqardilar. Shularning yordami natijasida motor bayram yashab keladi. Bek motorga chora o'za. Bayramda ulkan bugun vakillarına bo'laklarda hazırlangan edi. Shora Turishdan chiqqan ko'rnikli shaxslar, bolalar, onoqlarning chiqishlari, istaliklari jir-biyular bilan o'rilib bordi. Yubileyda turishlilar loyiqli ravishda avuldoshlarni hurmatladi. Kelajak bugun yoshlarning salatin, ustaligini ko'rsatdi. Rimma Afzalova, Dinar Nuriddinov, Muslim televideniyasi.